Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlovchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayed, korrektor Abduvali Sayed, bat va muqovil loyihaligüchi A. Aqxon. 4-bab Fitrat dalili. Sap aql o'zining Allah haqidagi bayqash va bilish safarida muqarrar holda bir natijaga erishmay qo'ymaydi. Dalil isbot etakligan nuqtadan qaymagan har bir aql inson koinotni yo'qdan bar qilgan, uningda hayotlikni davom ettirish imkoniyatini hozirlagan bir ulug' Tangrining bo'lishining muqarrarligini tunib yetadi. Uning mavjudiyatisiz o'zga barliq narsalarning mavjudiyatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydiganligiga jazm qiladi. Ko'rib o'tganimizdek, koinotdan iborat bu katta asarning vujudga kelishi, shakllanishi va putib chiqishiga doir ilm-fanning inqilob xarakteridagi ilmiy natijalari, yakunlab yetgan ilmiy haqiqatlarimi sog'lom aqlning bu vaqtdagi yakunini quvvatlamoqda. Halbuki Allohning mavjudiyatini muqarrarlashtiruvchi dalillar tugal aqliy va naqliy manbalar bilan cheklanib qolgan emas. Bu yerda yana Xudoning mavjudiyatini tasdiqlovchi, uning borlig'ini to'yg'uvchi va iqror qiluvchi yana bir manba bor. U bo'lsa-mu inson ruhiyatining eng chunqur va eng beg'ubar holatining tajallisi bo'lgan fitratidir. Alloh bilan inson munosabati aqliy munosabat bo'lish bilan birga, yana u to'yg'u, ong munosabatidir. Kitabimizning muqaddima qismida har bir inson vujudida sap ong bo'ladiganligi va bu sap ongning Qur'on tilida fitrat ismi bilan atiladiganligi qatorliqlar haqida muqaddima xarakterlik izohat berilgan edi. Bu vaqt yana Xudo haqidagi aqliy va falsafaviy dalillar, shundaqla vahyini manba qilgan naqliy dalillar haqida to'xtalishdan burunmi bir oz to'xtalib o'tgan edik. Amdagi temada bo'lsa, fitratga uning Xudoning mavjudiyatini iqror qiluvchi bosh asos ekanligi, ya'ni uning mavjudiyatining o'z navbatida Xudoning borligiga mustaqil dalil bo'lganligi nuqtasidan yuritib bermoqchimiz. Chunki fitrat masalasi dalillarning maydoniga kelishidagi sabablarning bosh omil bo'lganidek, u yana o'z oldiga mustaqil dalil manbasidir. Fitrat dalili boshqa aqliy va ilmiy dalillardan farqli yo'nalishda Xudoning mavjudiyatini dalillaguchi muhim dalillardan biri. Uning asosi shuki, Xudoning borlig'i inson tabiatida markazlashgan tug'ma tabiatdir. Inson o'zining saf va beg'ubar tabiatiga quloq solgan chog'ida ruhiyatida bir yuksak qudratga tevinish, uningga sig'inish, taslim bo'lish, uningga bog'lanish tuyg'usi borlig'ini his qiladi va yaratquchining borlig'ini anqirib yetadi. Sağlam insani tabiatning umum gavdasi bo'lgan bu fitrat inson uchun uning mavjudligining va uni haqiqiy borliqqa keltiruvchi qudratning manbasiga yetishidagi muhim kanal hisoblanadi. Agar inson aqliy tafakkur orqali o'z mavjudiyatining qudratli bir kuchning irodasi va yaratish bilan bar bo'lganligini tunib yetgan bo'lsa, bu albatta mazkur aqliy tafakkurning to'g'ri asos ustiga qurilishini manba qilgan fitrat yordamida vujudga chiqqan bo'ladi. Aqliy asoslar deganimiz fitratdan sirg'agan, inson tafakkurida tashqi o'g'it va yoki ta'limsiz o'z-o'zidan shakllanadigan mantiqiy qurilmalar, aksiomlashgan haqiqatlarning yig'indisini ko'rsatadi. Darvaqa bu yerda inson aqlida tabiiylashgan bir qator haqiqatlar bor. Bu haqiqatlar aqliy tafakkurning uli va asosini tashkil qiladi. Masalan, har ishning cho'qim bir sababdan bo'lganligi, har qanday natija undan avvalgi muqaddimalarning yakuni ekanligi, juz'ining kulliydan oz bo'ladiganligi, 3ning 2dan ko'p, 1ning 2dan oz bo'lganligi qatorliqlar aqliy asosning tipik misollaridir. Shuni muayyanlashtirmak kerakki, insonning ruhiy qatlamiga yoshirilgan barliq ichki sezim va tuyg'u xarakterini o'ziga mujassam qilgan fitrat hukmi eng avval Qur'oniy hukmdir. Bu hukm kishilar tilida har xil variantlarda bayon qilinib kelgan bo'lib, ba'zilar buni sap ong desa, ba'zilar buni suzuk tabiat, ba'zilar vijdon, yana ba'zilar sap insoniy tuyg'u, yana ba'zilar ichki qanoat degandek ma'nolar bilan sharhlab keldi. Yaxshilik va yomonlik, go'zallik va chirkinlik orasidagi ijobiy tanlashning simovuli va ul manbasi bo'lgan bu fitrat yuqorqi barliq variantlarni o'z ichiga ololadigan keng ma'nilik hukmdir. U yana inson ruhiyati bilan chambarchas bog'lanuvchi idrokiy quvvat, aqliy asos va aksiomlarning kelish manbasidir. Naqliy manbalarda fitrat tarixiy nuqtadan olib aytganda insonga uning hayot yo'lini tushuntirishni mavqe qilgan, uning tabiatini go'yo mahir injener va bir buyuk muallim sifatida ta'lim bergan kitob bor deyilsa, buningga eng avval tamg'a urgan, bu vaqtda o'zidan keyingi barliq manbalarning murojaatgohi bo'lishdek afzallik va alohidlikni saqlab kelgan Qur'on Karimni ko'rsatib o'tishga bo'ladi.
Qur'on Karim inson tabiatiga doir bayonlarda inson tabiatiga oid barcha sirlardan xabardor bo'lg'uchi, uni eng yaxshi bilguvchi sifatida o'ttirg'a chiqqan. Bu nuqta uning har bir aql egasiga qaratib tashlagan maxluqotni yaratgan zot bilmamdi degan savolda alohida gavdalangan. Qaraydigan bo'lsak, Qur'on bu vaqtdagi o'git va ta'limlarning barida intayin muhim bo'lgan bir nuqtani markaz qilib kelgan. U bo'lsa-mu, insonni u bilan birga yaralgan sog'lom fitratga, suzuk ong'a, pokiza tabiatga yuzlanish chaqiriqidir. Shubhasizki, insonda go'zallikni suyish va razillikdan nafratlanish yangi bo'lganidek, uning yana o'z mavjudiyatining barliqqa kelishini istagan, sog'lom o'sib yetirishda bejirim, aql o'shi joyida inson bo'lishini kafolatlantirgan buyuk bir kuchning bo'lishi zaruriyatini his qilib turadigan ong mavjud. Qur'on Karim diniy aqidaning negizi bo'lgan yaratquchiga yuzlanishdan iborat fitratning insonning yaralish butunligining ayrilmas bir qismi ekanligini muayyanlashtirib mundaq deydi. To'g'ri dinga Allah yaratgan fitratga yuzlanganki, Allah insonlarni ashu fitrat bilan yaratgan. Allohning yaratganini o'zgartirishga bo'lmaydi. Ana shu to'g'ri dindir. Rum surasi 30-oyat. Payg'ambardan yetib kelgan sahih hadis va xabarlar bo'lsa, islom aqidasining ikkinchi manbasi, shundaqla Qur'on Karimning tafsiri va izohati bo'lish sifati bilan Qur'on oyatlarining muddaosini yanada aniqlikqa ega qilgan yoki konkretlashtirgandir. Shunga Qur'on Karim yuqorqi oyatida muayyanlashtirgan fitrat hukmi sahih hadislardami aynan ma'noda muayyanlashtirilgan. Sahih hadislarda fitrat haqida mundaq bayonlar bor. Har qanday bir buvoq fitrati bilan dunyoga keladi. Ata-onasi uni Yahudi yoki Xristian yoki Majusi qilib cho'ng qiladi. Buxoriy 1358, Muslim 2658 hadis. Shaksizki men bandalarimning hammasini to'g'ri aqidali qilib yaratganman, ammo shaytonlar kelib ularni dindan chiqarib ozdirdi. Imom Muslim rivoyat qilgan 2865 hadis. Olimlar yuqorqi fitrat oyatidagi to'g'ri din deb tarjima berilgan fitrat kalimasi va u ifodalaydigan hukmlarni tushunishda keyingi hadislarda ifodalangan konkret mazmunlarga tayangan. Mundaqcha aytganda, oyatni uning sharhisi bo'lgan sahih hadislar asosida birlashtirib izohlashni asos qilgan. Mazkur oyat ustida munosabatli izohatlar asosida tahlil yurgizgan chog'imizda oyatda mundaq ikki nuqtaning bir-biriga giralashtirilganligi ma'lum bo'ladi. Buning biri inson tabiatining yorqin va sog'lom holati bo'lgan fitratga qaytish kerakligiga chaqirish, yana biri mazkur fitratning ayrilmas parchasi bo'lgan to'g'ri dinda mahkam turish. Ma'lumki, Qur'on mavqe qilgan dinning javhari Allohni tunish va inson bo'lib yaralganlikdagi g'oyani tunib yetishdir. İnsan tabiati bilan din tabiatini o'rtaq bir manbaga tutashtirgan bu oyatda fitrat va dindan iborat har ikkisining manbasining Alloh ekanligi, har ikkisining mavjudlik qonuniyatlariga uyg'unlashadigan xarakterga ega ekanligi, har ikkisining yo'nalish va yetaklash jihatda bir-biriga moslashishdan ekanligi mazmun jihatdan qarorlashtirilgan. Darvaqa bu oyat din ko'rsatmalarida sog'lom inson tabiatiga yot qimmat qarashlarning bo'lmaydiganligiga, sog'lom inson tabiatidami to'g'ri din olib kelgan qimmat qarashlarni qabul qila oladigan so'zliklik, tayyorlik borligiga ishorat qiladi. Gerçi olimlar Qur'ondagi fitrat so'zini uning so'z va iste'mol ma'nolari hamda uning qaratmaliklari nuqtasidan kuzatgan asosda bir qator keng ma'nolarda sharhlagan bo'lsa, biroq umum jihatdan mazkur oyatdagi fitratning tabiati va xarakterini konkretlashtirishda asosan bir-biriga yaqin va yoki bir-birini to'liqlaydigan ma'nolar bilan bayon qilib kelgan. Bo'libmi, ular buningda inson fitratining din haqiqatlarini qabullash xarakteriga ega ekanligini, fitratning yaratquchini tunish bilan tabiatlanganligini keskin o'ttirg'a qo'ygan. Tuvandagi o'rnaklar tafsir olimlarining mazkur oyat ustidagi izohatlaridir. Imom Tabari mundaq deydi: Fitrat u Allohning puxtalik bilan yaratishidirki, Alloh insonni ana shu puxtalik ustiga abrida qilgan. Imom Abu Mansur al-Maturidi mundaq deydi: Allah yaratgan fitrat deganlik Allohning har bir inson avlodining tabiatiga o'rnatgan Xudoning birligini va uning hamma narsaning yaratquchisi ekanligini tunishdan iborat Allohni bilish ma'rifatini ko'rsatadi. Imom Abu Saud mundaq deydi: Fitrat insonlardagi haqiqatni qabul qiladigan va uni idrok qila oladigan qobiliyatdan iborat. Imom Zamaxshari mundaq deydi: Oyatdagi fitrat insonga xos tabiatni ko'rsatadi. Ajaba oyatning Allah'ның yaratqanını o'zgartirishga bo'lmaydi deganligini ko'rmadingmi? Oyatning ma'nosi Allah insonlarni tavhid aqidasini, ya'ni islom dinini bu dinning aqliga uyg'un, sog'lom tafakkurga mos bo'lganligi nuqtasidan ikkilanmasdan va inkor qilmasdan uni qabul qiladigan tabiat bilan yaratdi. Bu shu darajadagi navoda fitratni o'z holiga qo'yganda bundan boshqa bir dinni tanlamas edi. Fitratdan qayib ketganlarga kelsak,
ular inson va jinlar orasidan chiqqan shaytonlarning qaydirishlari sababli qayib ketgan. Payg'ambar alayhissalomning har qanday bir buvoq fitrati bilan dunyoga keladi. Ata-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi degan hadisi va hadis qudusida kelgan Allohning shaksizki men bandalarimning hammasini to'g'ri aqidali qilib yaratganman. Ammo shaytonlar kelib ularni dindan chiqarib azdirdi degan so'zlarmi mushu nuqtadan aytilgan. Oyatdagi Allohning yaratganini o'zgartirishga bo'lmaydi degani Allah yaratgan fitratni asli tabiatidan burib etish yoki o'zgartirib etish to'g'ri emas deganlikdir. Imom Ahmad as-Saviy mundaq deydi: Fitrat inson avlodining ruhida mujassamlangan bir xil tabiat xarakteridir. İnsan avlodi bu orqali yaratquchisini tunishga hozirlangan holatda bo'ladi. Xuddi uning quloq va ko'z anglanadigan va ko'rinadigan narsalarni qabul qilib topshirilishga hozir qilib yaratilgandek, uni tunaydigan yuragi bilan yaratquchisi orasida parda yo'qdir. Imom Abu Hayyan mundaq deydi: Yetuk ulamolar fitratning inson avlodida bo'ladigan bir xil tabiiy iqtidor ekanligi haqidagi qarashni kuchli deb muayyanlashtirdi. İnsan ana shu tabiiy qobiliyat orqali Xudoning yaratganlariga nazar soladi va bu orqali uning yaratquchi ekanligini dalillaydi. Ham shu asosda Xudoga iymon keltirib, uning yo'liga ergashadi. Faqat uni ota-onaning Yahudi yoki Xristian qilib tarbiyalashi yoki uni insonlar va jinlar orasidagi shayatonlarning quturtishi degandek ba'zi bir tashqi omillar haqni tunishdan burib o'tmaganlar bo'lsa. Imom Ibn Atiyya mundaq deydi: Fitrat kalimasi haqidagi mo'tabar qarash shuki, fitrat inson avlodining ruhiyatida yer olgan bir tabiat yoki holatdan iborat. U inson avlodining ruhiyatida u orqali Allohning yaratganlarini farq etsin, u orqali yaratquchining borligini dalillasin va uning shariatini tunisin uchun mavjuddir va shunda xarakterda yaralgandir. Payg'ambar alayhissalomning har qanday bir buvoq fitrati bilan dunyoga keladi. Ata-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi degan hadisimi mushu nuqtadan aytilgan. Hadisda fitratning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar sifatida ota va ona misol tariqasida tilga olingan bo'lib, amaliyotda fitratga ta'sir ko'rsatadigan omillar nurg'un. Imom Ibn Ashur mundaq deydi: Fitrat Alloh har bir maxluqotda barpo qilgan sistemadir. U alohida xususiyatga ega. U yana mundaq deydi: Fitratning ta'siri shunchalik aniqki, navoda u biror ozg'un e'tiqod singdirib olmasdan o'zini aqliy tafakkurining mayliga qo'yib berganida fitratning uni bir xudolik aqidasiga yetaklashi muqarrar edi. Bu yerda yana fitrat so'zini islom dini deb izohlaganlarmi yoki shuningga yaqin keladigan boshqa ma'nolar bilan izohlaganlarmi bor. Bu turli izohatlarda fitratning dal o'zi ko'rsatib berilgan bo'lmasdan, balki fitratning talabi va uning taqozosini ko'rsatib berish oldingi o'ringa qo'yilgan yoki shundaq ma'nolar ko'zda tutilib izohlangan. Umuman aytganda, izohatlarda fitrat o'z ichiga oladigan yoki uning xarakteri doirasiga kiradigan taraflardan ma'lum birini yoki bir qanchani tilga olish orqali fitratga tushuncha berish asosiy o'ringa qo'yilgan. Masalan, fitratning islom dini deb izohlanishini olib aytsak, uning inson tabiatining aqliy va ruhiy talbiga uyg'unligi, hatto uni inson tabiati istaydigan darajada bo'lganligi nuqtasidan shundoq izohlash munosib ko'rilgan. Şoňa alimlar oyatdagi farqli tafsirlarni bir-biriga zidligi yo'q deb qaragan. Ular yana fitratning haqiqatlarini to'yish, qabul qilish va idrok qilish uchun hozirlanganligi haqidagi umum hukmi keng ma'noga ega bo'lganligi uchun yoki bu izohatlarning fitratning taqozosi va talabiga uyg'un bo'lganligi uchun shundoq tafsir berilgan deb ko'rsatgan. Imom Ibn Ashur bu vaqtdagi tafsirida mundaq deydi: Allah yaratgan fitratni islom dini deb ta'birlashdagi maqsad islom o'ttirg'i qo'ygan aqidaning negizining insondagi aqliy fitratning talabiga uyg'unligidandir. Dinning shariat va boshqa tarmoqlarmi bir bo'lsa fitratda bor bo'lgan narsalar bo'lib chiqadi. Bir bo'lsa aqlning tushunishiga uyg'un keladigan narsalar bo'lib chiqadi. Yig'inchoqlaganda islom ko'rsatmalari inson fitratiga zid bo'lmagan narsalardir. Fitrat haqida akademik tadqiqotlar bilan ko'zga ko'ringan olimlardan doktor Umar Al-Faruq Abdullah bu vaqtda to'xtalib mundaq deydi: Olimlarning fitrat haqidagi ta'biri va uning haqiqati to'g'risidagi bayonlarga doir nurg'un qarashlar bor. Gerçi qarashlardan bir qismi ojiz, yana bir qismi bir-biriga aloqasi yo'qdek ko'rinsimi, ammo bu vaqtdagi qarashlarning ko'p foydalanishga arziydi. Yana kelib, qarashlarda mohiyat jihatdan zidlik yo'q. Chunki qarashlarning har birida fitratning ma'lum tarafi asosiy o'ringa qo'yilgach, ta'birlarning birida ko'rsatilmay qolgan nuqta yana bir orqali to'liqlangan.
Amaliyotda fitrat doirasiga kiradigan taraflar sanab tugatkusiz bo'lib, uning qarmoqi doirasiga kiradigan narsalar insonning ichki va tashqi holatini, shakli va mohiyatini cho'ridaydigan barliq taraflarni o'z ichiga oladi. Bu sababdan fitrat Xudoning inson bilan tang barpo qilgan, uni mukammallashtirib turuvchi odamiylik sistema deb ta'riflangandir. Ko'rilishqa bo'ladiki, Qur'on muayyanlashtirgan fitrat keng ma'noga ega. İnsan tabiatining din haqiqatlari bilan moslashganligi, bo'libmi uningda hozirlangan fitratning yaratquchini tunishga istaklanishi, uning asldan yaratquchini tuydigan, his qiladigan bir xarakterga ega ekanligini o'ttirg'a chiqaradi. Bu vajidan Qur'on har bir aql egisiga sog'lom dinga qaytish, ya'ni uning ko'rsatmalarini qabul qila oladigan asldagi saf va sog'lom holatdagi suzuk tabiatiga qaytish chaqiriq qilingandir. Fitrat haqida kelgan sahih hadisdami o'sha bu nuqtani chiqish qiladi. Mazkur hadis oldingi mazmunda tilga ilingan fitrat oyatini bir qator aniq, ixcham va mag'izliq tilda izohlab bergan. Hadisda fitratning agar tashqi muhitlar ta'siriga uchtirmaydigan asli tug'ilishidagi saf holatida turgan vaqtida uning to'g'ri va haqdan qabul qilishga hozir va tayyor ekanligi, jumladan islom aqidasining javhari va negizi bo'lgan yaratquchisining barligi, uning yakiganligi qatorliq imoniy asoslarning uning yengida o'rin olgan haqiqatlar ekanligi muayyanlashtirilgan. Bu albatta Allohning mavjudiyatini tunish yangining allaburun insonning sog'lom fitrati doirasidagi masala ekanligini ko'rsatadi. Qisqasi, sog'lom fitratning Allohni tunish va xususiyatiga ega ekanligi go'yo barliq islom ahlida birlikka kelingan qarash sifatida o'ttirg'a chiqqandir.